Meni hurmatli hamkasblar, obyektimizga yana bir marta yo'limiz tushib qolgandi. O'shanda keldim, men uzuvlar bo'yicha savollar bo'lgandi. O'shanga уточнение uchun nimaga mana shu siz 300 milliamper qo'ygansiz, 30 milliamper qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi men minus taraflar degani 300 milliamper qo'yilish sababi nimaga 30 milliamper emas? Bu uy ichida определенный metraj kabel bor. Определенный metraj emas, kilometr kabel bor. Kilometr kabelingiz o'zini uzunligi bo'yicha poteriyasi bor. Poteriyasiga nisbatan o'sha 30 milliamperingiz plus minus chiqib qolishi mumkin. Ba'zi bir narsalar FM bu narsa yoqqaningizda какой-то части sal oshadi puskovой momentlari. O'sha paytda bu uchechkani ko'proq ko'rib turib 30 milliamper bu yoqqa qo'yadigan bo'lsangiz, bular tashlab yuboradi. O'sha uchun 300 milliamperni qo'yish kerak общий вводной uchun. Bu odam anaqasi emas, именно противопожарный hisoblanadi o'sha uchun. Единственный buni minusi bu данный момент именно bu uzuvimiz selektivniy emas. Bu degani ichkarida bitta narsa ozgincha utechka bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'chirib ichkarida 30 milliamperni uzuvlarimiz bor, u tashiydi. Lekin nimadan bo'lib, 0 anaqa zazemleniyani korpusga yoki 0 ga bu narsaga tekkizib yuboradigan bo'lsa, ishonchi 0 o'shanda katta uchechka bitada ketadi. O'shanda ichkaridagi uzuv ham, bu ham baravarga ishlaydi. Shu ikkalasi ham tashlab yuboradi. Lekin kabelda liniya ko'rib bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rmaydi. Единственный ikkalasi mana shu tashlab yuborishi mumkin. Ko'pincha bu qurilish vaqtida bunaqa narsa bo'ladi. Keyin uyga kirgandan keyin unaqa emas u. Chunki o'chirish vaqti bu o'zgarmagan. Aynan ko'rayotgan bo'lsa 0,1 sekund turibdi. 0,1 sekund. 0,03 milliamperli uzuvda ham 0,1 sekund turadi. Mana shuni imkon boricha o'zi selektivniy versiyasi bo'lsa, shuni qo'yganingiz ma'qul. O'shandan keyin men bu unaqaga kotelning ichidagi nimaga shu yerda o'ziga ham uzuv qo'ymagansizlar, yaxshi ko'rardi degani. Bu yerda bizada nasoslar bitta emas. Bu yerda общий anaqa повысительный nasos bor, глубинка nasos bor. Poliv sistemani nasoslari bor. U puskovoylari katta. O'sha uchun bu yerda kattaroq anaqasini uzuvni qo'yishga mo'ljallangan. Birato'la shuni qo'ygandan keyin sirasi kabel chiqib ketadi. Mana shu uchun nima bitta anaqamiz o'sha nasosga chiqib ketgan anaqamiz avtomatdan chiqqanda, yana bu yoqqa kelgan, bu transportchilik keyin qolgan joylarga chiqib ketgan. Puskovoy toklarimiz bo'lganligi uchun ham buni qo'yilmagan. Mana shu narsaga mo'ljal qilib qo'yilgan. Mana shu savol bo'lganda, mana shu bo'yicha savol bor edi. Shunga javob berishga harakat qildim. Endi boshqa agar tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, mana shu uzuv masalasi bo'yicha противопожарный 300 milliamper вводной uchun bu juda kerakli narsalardan bittasi. Bizani bir emas, necha marta vurushat qilgan shu narsa.